Joni yomon bo'lsin. Mana ular qarang, yaltillab ketgan bori. Sotiladi aka bular ham. Bugun xudo xolasa bomba video bo'lgan. Barakalar va sotiladigan buqalar. Videoni oxirigacha like-ni bosib ko'ringlar. Mazza ko'radigan video bo'lgan. Sotiladigan buqalar bular. Sotilgan buqalarni ham ko'rsatamiz. Akalar mana sotiladigan buqalar bor. Avvalosi 3 ta, 1, mana 2, 3 ta. Hozir yana 2 ta bor, uni ham ko'rsatamiz. Mana bu yoqdagi buqalar hammasi bir joyga baraka bo'ldi. Videoni oxirigacha bittadan like-ni bosib qo'yib ko'ringlar. Mana bu buqalarni bitta ham narxi aytilgan, uchalasi sotiladi. Yana hozir yana 2 tani ko'rsatamiz. Alohida katta to'qol buqa, ular ham narxlarini aytamiz. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar. Avval barakalarni qo'yganmiz, oxirida sotiladigan buqalarni narxini qo'yganmiz. Like-ni gumbulatib qo'yarasizlar. Assalomu alaykum, qadrli, hurmatli chorva mix obunachilari, YouTube buqa va albatta chorva ishqibozlari. Xo'p, yana o'sha Toshkent viloyati Bekobod tumani 2-savxoz Beystakani fermasidamiz, xudo xolasa. Buqalar xudo xolasa bir joyga baraka bo'ldi dedi. Xudo xolasa orzu jarayonlari necha puldan bo'ldi, hamma ma'lumotlarni beramiz, yana sotiladigani bo'lsa ko'rsatamiz. Sizga ichkariga kirib video qilib beramiz obunachilar. Akalar, videomizga mana bittadan shu like-ni bosib qo'yasizlar. Sotiladiganini ham olyapmiz, sotilganini ham olyapmiz, xudo xolasa. Xo'p, bittadan like-ni emasa bosib qo'yasizlar. Hafta kunlarimiz bugun dushanba, 16-iyun 2025-yil. Qancha kiraylik. Nimani boshladik ekan? Bormaylar yigitlar. Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zimizda ashaddiy obunachilarga salommi. Kongressga bonuslar qo'yamiz. Xudo xolasa. Nima bo'ldi? Tugadimi xudo xolasa? Nimaga? Bu yoqqa keng. Men eng ashaddiylarga muxlisim bu. Assalomu alaykum. Zoirjon. Bu yoqqa keng. Bu yoqqa keng endi emas, bir xalqdan qarzingiz bormi uyalasiz? Bu yoqqa keng. Assalomu alaykum. Qayoqda yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sizlarmi yaxshimisizlar? Bu yerdan tepasini olib, hammamiz ish qilayotgandik-da, ustimiz yomon. Xudo xolasa. O'sha video chiqarganingda mollar baraka bo'lib ketgan. Aytaman, chorva mixda shunday chiqadi, sirazi uchadi bu mollari deymiz-ku, bu Allohdan hammasi, Allohga hisob shukr. Inshaalloh barakasi bersin. Bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar, xudo xolasa. Mana mollar, o'sha mollar. Zoirjon, necha minut savdo qildingiz men bilan? Endi qancha savdo qildingiz? Necha minut mana, necha minutda barakani berdim? 10 minutda, maşallah. Odamlar bitta mol olish uchun soatlab savdo qiladi, shu gap yo'q. O'tgan yildan beri mol beraman mana shu insonga. Bu yerda hozir 9 ta bo'lsa, o'tgan yil nechta berdim? Men kuzdan beri 15 ta oldim. Mana 20 bitta 2 ta mol haqida gap ketmayapti, 25 ta mol haqida gap ketyapti. Maşallah. Zoirjon barakasini bersin. Necha puldan bo'ldi sir bo'lmasa aka? Sir unisi. Sirmi bunisi? Bizda hali narxlar aytilmaydi. Ketdi hammasi bir joyga. Shoxliklari chiqdi videoda. Aha. Shoxliklar naryoqda bormidi? Ashta maydalari sotilib ketdi, boshqa qildi. Ular 24 ga yetar yetmas baraka bo'ldi. Mana narx ham aytildi akalar. Mana 24 ga yetar yetmas baraka bo'ldi. Qoldi. Ichkarida sen xabaring borku, nari katta novoslar 55 milliongami baraka bo'lib turib ikkitasi. Aha, birinchi chiqdi. Aka zaklatingizni qaytarib tashlab yuboraman aka. Puli to'g'ri bo'lmay qoldi, mol so'ygan, pul bermay qolgan qassoblar. Shunaqa bo'lgan, qarochi. Uni qo'yinglar Bobur. Uni ham o'z videosini ko'rsatib o'ramiz, uni ham boshi ochiq. Bo'ldi. Buni ortib o'raylik. Ketdik qani. Hozir qo'yaveramiz. Necha yildan beri zot boqyapsiz Zokir aka? 2 yildan beri xudo xohlasa. 2 yildan beri. Nechta boqib bor? Hammasi baraka topyapti xudo xohlasa. Ilohim barakasini bersin aka. Salom olinglar. Bar zot ekana boqqani bor, yaxshi ekan. Misol uchun mana 24 millionga yaqin ma'mullar baraka bo'ldi deyapti-ku. Misol uchun 20 milliondan anaqa katta joylarga olgandan baribir nima deysiz aka? Zot ma'qulmi-ku? Misol boqmaganlar bor, o'ylanayotganlar bor haligacha. Rasxoti undan ancha kamroq bo'ladi. Xurra bosaveradi. Ko'rsatayman. Akalar mana sekin xudo xolasa ortishlarni ko'rsatamiz. Yana Beystakga sotiladigan buqa bor desa, uni ham ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa kechaginda chiqargan bir kunda xudo xolasa mana mollar baraka bo'lib ketdi. Hammasi to'qol, 100 o'sha zotlar akalar mana. Hozir sekin orjinallarni chiroyli ko'rsatib beramiz sizlarga. Misol uchun kimdir arzon, kimdir qimmat deyish mumkin. Mana misol uchun monomol palon misol 20 qancha million bo'lsa, monomol undan 3-4 million arzon, lekin undan
ancha katta. Lekin 1 yil uni boqing, jaydarim oldi. 1 yil buni boqing, effekt baribir bunda zo'rligi uchun hamma zot olib boqyapti. Ana shu hozir olgan inson ham 2 yildan beri olib zot foydasini ko'rgani uchun akalar, misol uchun zot olib, men hali o'ylanib turgan akalarga-da bu savet. O'zimizning maslahat. Baribir zot misol uchun mana bunaqa molda 25 millionga bitdi, bundan 1,5 barobar kattasini 20 millionga bitdi, 5 million arzoniga olgan taqdiringizda ham 1 yil ikkalasini yonma-yon qo'yib boqsangiz, bu 1 yilda juda katta effekt beryapti. Boqayotganlar biladi buni. Mana 1 yilda o'sha 200-250 shunaqa 300 yaqin yetar etmas. Bular endi ancha tonataga borib qolyapti. Boburjon, bosyapsiz ukajon, qalaysiz? Mazalayapsiz, tinchmisiz, sarsanayapsizmi? Gazini bosyapsizlarmi? Tugatib yuboribsizlar bularni ham, xudo xolasa. Chiqaringlar bo'lmasa, ketdik, ana ortib beramiz. Hammasi onlayn ketaveradi. Ochganda sen mana o'rtada turib turasan. Mana akalar hozir hammasini chiqarib, ortishini jarayonlarini ko'rsatamiz. Qaysi mollar, qanaqasi baraka bo'ldi, bemalol ko'rib olasizlar mana. Shu aytib o'tganimizdek, zot olganni o'ylanayotgan, haligacha qanaqa bo'lar ekan degan akalarimizga mana bu insonning gapini eshitdilar, 2 yildan beri boqyapti. Mana misol 20 millionga katta buqani olmasdan 24 misol uchun undan ancha kichkina buqalarni olyapti, lekin 1 yil boqilgandagi effekti baribir bu boshqacha beryapti-da. Ketdik. Jonning nima chiqib kelishini qara. Ketdik. Yurgizaveraylar. Mana shu buqalar akalar. Hammasi to'qol, 100 ga 100. Telefon qilganlar, yetmay qolgan akalarimizga xudo xolasa yana buqalar yetkazib beriladi inshaalloh. Davay, tez yuguringlar. O'rtamiz ko'ra. Akalar mana va'da qilinganday, buqalar barakalarni ham xudo xolasa ko'rsatib boramiz, chiroyli qilib. Bittalar mana shu like-ni bosib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Bo'ldi akalar, mana ortib oldik xudo xolasa hammasini. Shamol bo'ldi va shamolda elib chiqib ketdi. Oysiz ekan. Zokirjon, barakasini bersin, ukam. Qanday mollar bo'lsin, mashina ustida ham olamiz. Osmondagi barakalar. Qo'y, o'chirib turib. Akalar, mana xudo xolasa ortib oldik. O'zim tashab kelaman. Degan joyda. Videoni ko'rsang, like bosib qo'yinglar, oldin keyin olib borib beraman deb. Keyin dedi. Maşallah. Akalar, mana hamma jarayonlar narxlarigacha aytmasdi deyiladi, barakalar. Narxlarigacha mana aytilyapti. Xudo xolasa barakasini bersin endi. Haydanglar. Yashang. Voy jonlaringga barakat, maşallah. Akalar, like-ni gumullatib qo'yasizlar, mehnatga bittadan endi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, qiziq videolar chiqaradi, xudo xolasa. Mana tepalarda. Ehtiyot bo'ling. Bu inson ham oldin Jackson bilan birga kino o'ynagan deydi-yu. Olay video qilmayapsan. Bosoring aka. Ketguncha olay shuni, bo'ldi mana. Barakasini bersin. Sog' bo'ylar. Ichkariga endi ketdik akalar. Marhaba ichkariga. Bo'pti, yaxshi bo'l. Boburjon, davay. Aha. Ichida endi jo'jo video bo'lyaptimi? Bo'lyapti aka. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin. Juda ko'pchilik telefon qildi. Bu o'zimni klient ukalarim mana shunaqa moldi bor-ku. Nima deydi? O'chog'i deydimi, nima deydi? Pechati deydimi? Kelgandan srazi nima qilib qo'yishadi? Zayn qilib qo'yishadi-da, gapni ochig'i. Ko'pchilikka aytdim, mana zo'r mol, bu mollar narxida emasda, ziyod sifatida-da gap ukam. Shunday. Xudo xolasa bularga ketdi. Ana ikkita mol akamiz zaklab tashlab berib, pul bera olmadi. Uni ham ko'rsatib yuboramiz, boshi ochiq. Narxini ham yana yengil qo'yib beraman. Bu yerda mana maydalar qolmadi. Mana bu ko'rgan oldingi videoda mana bu qizil nima? Greenford. Xudo xolasa. O'zi necha pul dedingiz aka shuni?
O'zi nima? Uzunlashgan qara. Joning omon bo'lsin. Men qara. Labbay. Tortishmaysan, mana bunga ham tortishuv to'g'ri. Buning ichida 2-3 ta maydalari sotildi. Maydalarning ham videosi bor. Qo'yib beraveraman mana. Sotilgan mollarning ham videosi bor. Prosta ular anaqada, nima deydi? O'zimizda klientlar misol uchun o'zini ko'rsatmay qo'yib berasan-da, mana ko'rsatmang deganda mana. Mana shu mollar. Kechagi savdolarda, misol kecham oldim, mana shu 13-14 dagi savdo kelgandan mana. Mana odam bo'ldi. Ko'ryapsan mana. Ko'rdingmi? Olib chiqib ketyapti. Ko'pchilik videoga olmang, boshqa deydi, ko'p kirdi. To'g'rimi bilmayman. O'shanga kattalari qoluvdi. Kelishdik, mana Xudo xolisa berdik. Barakasini bersin. Shu hammani. Like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Chorva Mix kanalini, obunachilarini, Chorva Mix kanalining adminini hammasini uyg'otamiz videolar bilan deyman-ku, inshaalloh. Mana bu ikkitani ham ko'rsat. Zo'r bo'lgan mana ikkita ham. Bular necha puldan ketadi ikkita aka? Hozir. Shu mollar ko'rsat, uchalasini bir joyga bog'lab boqishga degan, bitta rossiyskiy, bitta gebret, bitta qizilda, endi ana men uchun hozir sotmoqsa joylarni yo'raman-ku. Mana. Bu ikkalasi necha pul akam ikkita mana bu qora olalaringiz? 41 million kam bor. Xo'p, 41 million o'tib beradigan joyi bor ikkalasini. Yeb ichishga javob hozir ko'rsataman. Yeb ichishga javob deyapti akalar, mana 41 million kami bor. Bunda bitta olishsin, uchalasini bitta. Xo'p, uchalasini bittaga nima deysiz aka? Mana buni o'zini necha pul deyotdingiz? 22 millionga beraman. Buni 22 millionga beraman deyapti, Greenford orqalaridan olib qo'y akalar. Uchalasini 21 dan qilib bersam bo'ladimi? Uchalasini 21 dan bo'lsa ham bo'ladi. Mana akalar, quruq kepak, quruq kunjara, bosa-bos. Quruq kunjara beramiz biz. Mana. Hozir bu endi asosan barakalarga video bo'lyapti. Qani, Xudo xolasa buni ham qo'yamiz. Agar qiziqqanlar bo'lsa, alohida ertagami bu qollarni sotiladi deb alohida ham video qo'yib beraveramiz, Xudo xolasa. Farqi yo'q. Ana molni ham qo'yib beraveramiz. Ikkitani ham ikkitani ham. Orqalarini qarayman, mashallah. Narigilar ham uzun, katta mollar. Mana sotiladigan buqalar deb kerak bo'lsa, mana alohida buni ham qo'yib beramiz. Ziyod bir gap aytaymi? Aha. Mana shuni berib olay aytaman. Ko'rsatib turaver, yaxshi gap bor bitta. Obunachilarga yoqiydigan. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana yeb ichishlari mollarni zakonni. Mana bu quruq kunjara, quruq kepagi. Ikkalasini mana 41 million deyishyapti. Ozgina xayri bor. Telefon nomer qo'yamiz, telefon qilaverasizlar akalar bemalol. Mana buni 22 millionga beraveraman deyishyapti. Esdaki mana orqalaridan ko'rsatib qo'yib, bu molni. Mana bellarini tuxumchani qo'yib qo'ysangiz, bir oydan keyin ikkita tuxum ham turadigan bo'ladi. Xudo xolasa ozgina yemaysa yana. Buni sheriga ketdi-yu. Buni sheriga sotilib ketdi. Ha, sheriga ketdi. Buzoq tish hammasi. Nega qara? Oy. Uchalasini bitta joyga oldim degan odamga bitta vaqti bomba narx qo'yib beraman. Necha pul aka? 61 million so'm berishsin, berib yuboraman. 20 million 300 mingdan. Mashallah. Kim qo'ysa qo'ysin mana bundan. Mana 20 million 300 mingdan ketdi mana. Narigi ikkitani ko'rsatamiz hozir. Xo'p. Pul qilib bera olmadi-yu. Aha. Pul qilib bera olmagan molni ko'rsatamiz. Endi unaqa hamma o'ziga o'verin deb bo'lsa, osinda aytaman-ku. Bizlar onlayn savdo, onlayn savdo deymiz. Biz ham naqd pulga sotuvganda naqdga sotamiz, gapni ochig'i. Shuni aytish kerak. Mana shundoq aloq qilishadi, 55 millionga baraka. Yo'qda ikkitani. O'sha savdoga baraka. Hali ham gapdan qaytmayman men. Hozir uni ham ko'rsatamiz akalar. Qani ketdik. Mana akalar, aytganimizdek, va'da qilganimizdek mana yana ikkita to'qol sotiladigan buqalarimiz bor. Berishdagi mana shu ikkalasini qisqagina, yengilgina chiroyli qo'yib yuboramiz. Ha, videoga qo'yganmiz. O'tgan safar savdosi bo'lgan. Aytildi bu gap 3 marta. Endi qassob pulni bermagan, pul to'g'rilolmadi. Aka dedi, kutib turing. Endi kutib turdik, gapni ochig'i. 3-4 kun bo'ldi, kutib turdik, sharoitini tushundik, hammamiz ham odammiz. Hozir mana yaqin oraga bo'lsa, chiroyli narx qo'yib beraman mana. Ikkita to'qol mana kepak kunjara quruq yeyapti, kam-kamdan. Mana akalar, kepak kunjara quruq yeyiladi. Ketdik qani. Yeb turaversin bu mollarni, yo yurib boramiz endi qarang. Tilla qo'yib qo'yinglar mollarga, sira qiynalmasin. Aylantirib ketdik qani, yo bismillah. Jonlar, erkatoylar, mana o'zing ham qaragansan, o'zimizni xonadondagi mol, qo'rqmay gapiraverasan mana. Mana akalar. Yo'q mollar. Joning omon bo'lsin deganlaridan. Bo'ylari. Mana yelkalari, mana yelkatoy emas, boshini egib oladi men kelsam moli. Mana terini qara, hali bo'm-bo'sh mol. Ko'ryapsan? Hali bo'm-bo'sh mol. Bitta haydangaga sal yursin. Qani bitta o'ynab kelarchi go'zallar. Bitta aylaninglar ukalar deydi. Joning omon bo'lsin. Qara turishini qara, Ziyoja mana shu turishini o'zi bora bir nimada. Gapni ochiqani narigisi mana ko'rinayotgan bo'lsa.
bo'y beslari, yemga tayyor mol, to'qol 100 ga 100. Xullas kalomi mana ikkalasi. Men gapiraveraman. Xo'p. 25 million, qanchaga berdik? 55 millionga deyotdingiz. Ha, 55 millionga Ikkalasini. barakasi bo'ldi. Xo'p. Xudo xolasa o'sha narxga, mana shu Toshkent atrofi bo'lsa, Aha. xullas kalom Samarqandgacha yetkazib beraman. 55 millionga shunday ikkalasi ketaveradi. Ketaveradi. 60 million, 58 million qo'ygandik. Qo'ygandik. Savdolashib 55 ga nima qilindi? Mana Modiyevichlar, quruq kepak kunjara bizdan u yo'q. Akalar mana shu ikkalasi 55 ga sotiladi. Olamiz degan akalarga. Olamiz degan akamiz 55 ga baraka qilgan akamiz puli to'g'ri bo'lmay qoldi. Shunga mana endi o'sha 55 ga baraka bo'lgan sizlarga olamiz degan qiziqqan akalarimizga ikkalasi Samarqandgacha qilib beraman. Samarqandgacha. Toshkent bo'ylab qilib beraman ikkitani. Toshkent muammo emas. Ohangaron qaysi tomon bu kerak akalar. Mana ketsa kimga nasib qilgan bo'lsa, mana endi nasib qilgani bo'ladi-da, bu mol sotilib bo'ladi. Anovlarni ham ko'rding, chiqqandan barakasi bu bo'ladi. Telefon qilganlardan ming bor uzr so'raymiz. Ko'pchilik aytdik endi sotildi deb. Molni bilgan odam olaveradi, bilmagan yozaveradi ukam. To'ppa-to'g'ri. To'g'risi gapda. 20 milliondan katta mollar qo'yib tashayapman-ku misol. Shunday. Keyin yana bir yangiliklar, zo'r yangiliklar bo'ladi. Inshaalloh bir haftani 10 kun ichida bo'ladi. Xo'p. Tayyor turib, like-ni bos, Chorva Mixni qo'llab, otangga rahmat aka-ukalar deb yozib turinglar. Hoji aka, sizga salom, katta salom. Alloh shifo bersin Odil hoji. Chorva House o'zimiz jigar. Gap yo'q. Sog' bo'ling. Kecha zo'r video qilibsiz, mazza tomosha qildim. Mana Alloh razı olsun. oldi. Mana akalar, quruq kepak, quruq kunjara berasiz aka. Buni ham aytib qo'yish Mana kerak edi. akalar. Quruq kepak, quruq kunjara. Mana farqi mana unda Xo'p. bu olsa bir 300-400 grammdan oladi. 5 ta kunjara, 4 ta kepak beriladi-da. O'shanda bir ertalab 1 kilo, kechqurun 1 kiloga ham to'g'ri keladi-da. O'shanaqaga to'g'ri keladi. Uni ham aytib qo'yish kerak-da, Zo'jon. Mana misol uchun, ana mollarda ham soni ko'p edi, bilasan. Hammasi bir joyga bo'lsa 22,5 dan berib yuboramiz yo 23 dan berib yuboramiz deganmiz. Ichidan kichkinasi yo sortrog'i sotilgandan keyin narx o'zgarib boraveradi. Shunday. Uni bashi gaplarni boshiga ham qo'yib qo'ysang mayli, narx o'zgarib boraveradi. Misol uchun, mana uni bitta o'zini olaman desa, Zo'jon misol uchun. Mana buni bitta o'zini olaman desam, misol uchun, mana 55 million bo'lgan 27,5 million, to'g'rimi misol uchun? Buni narxi boshqa. Buni bitta o'zini olamasa, buni narxi boshqa. Bittalar bo'lsa ham sotaveramiz. O'shani kelishtirib uni qilib qo'yish kerak-da, misol uchun. Ot bilan eshak narxi bir xil bo'lmaganda, sort bilan disortni narxi bir xil bo'lmaydi. Shunday. Quyuq suyuqqa bo'lsa, o'sha ozgina qo'shilgan yo bo'lmasa ozgina arzonroq olingan moldan foyda qilinadi, ba'zilari ziyoniga ketadi. Sen blogersan, shu narsani yetkazdirib bergin xalqqa. Mana misol 50 talab bitta joyga baraka beramiz, video qo'ymang deydi tirikchilikka, bilasan. Buxoroga qanchalar berganmiz misol uchun, boshqa joylarga. O'shanda mana misol ichidagi misol 30 ta zo'r mol bo'lsa, 20 ta yo 15 tasidan foyda qilinadi. Qolgan ko'pi ziyoniga ham ketadi. Shunday. Ozgina-da tirikchilik. Like-ni bosib, obuna bo'lib qo'yaveringlar. Zo'r yangiliklar bo'ladi, xudo xolasa. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Video chiqqandan telefon qilaverasizlar. Shu buqalarimiz sotiladi. Like, obuna esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.